1991-yillarda Kogon tumanida joylashgan Xo'ja Kabul Axbor Vali ziyoratgohi juda ham xaroba ahvolda edi. Tesha bobo dushanbelik muridlari Amirqul Sharipov bilan birga shu ziyoratgohni ta'mirlashga kirishdilar. Mustaqilligimizga qadar ushbu joyda qadimiy masjid bo'lgan, lekin e'tibor berilmaganligi sababli ushbu joydagi masjid xarobaga aylangan. Hammamiz yaxshi bilamiz, yaxshi eslaymiz. Alloh joylarini jannatda qilsin. Buxoro sharifimizdan Naqshbandiya tariqatining eng so'nggi o'sha davomchilaridan bo'lmish rahmatli Tesha bobomizni mana shu masjidning qurilishiga juda katta hissalari bo'lgan. 91-yilda Dushanbeda istiqomat qiluvchi Amirqul Shukurov Tesha boboni yo'llariga duo olishga kelganlarida Tesha boboning bir og'iz gaplari bilan, o'shini bir og'iz nasihatlari, o'gitlari bilan ushbu masjid barpo etildi, ushbu masjid qurildi. Ya'ni nima demoqchimizki, ushbu masjidni qurilishiga Tesha boboni hissalari juda ham katta. Shuning sharofatlari va Amirqul Shukurovning moddiy yordamlari bilan ushbu masjid 1991-yilda barpo etildi va mana hozirga qadar o'z holatini yo'qotmasdan xalqimizga, namozxonlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Inshaalloh bu majmua, bu masjid yillar mobaynida namozxonlarimizga, xalqimizga xizmat qilib keladi. Bundan tashqari bu ziyoratgohda mana atroflarida bog' barpo etilgan. Tesha bobomizni hamisha qo'y qadamlari bu yerdan arimas edi. Ziyorat qilib ketardilar. Ushbu joyning obodonchiligiga, atrofdagi bog'larni, bog'roq daraxtlarni qurilishiga bu kishining juda ham bir katta xizmatlari bor. Chunki buni xalqimiz, mana shu yerda istiqomat qiluvchi xalq yaxshi eslaydi, hamisha duo qiladi. Tesha bobomizni biz hech qachon esdan chiqarmaymiz. Silsilat uz zahab oltin halqa, Silsilai Sharif nomli ulkan daraxtning baquvvat tanasi bir necha zabardast shoxlari bo'lib, meros sifatida bizgacha yetib kelgan. Rabboniy ta'limot Hojagon Naqshbandiya tariqatining 20-asr oxiri 3-ming yillikning boshlanish arafasidagi davomchilaridan biri shubhasiz Tesha bobo Qobil ibn Mustafa Naqshbandi al-Buxoriy hazratlari hisoblanadilar. Masalan, mana shu o'lib ketgan bobolarimiz, yo mana avliyolar shu hayotlik vaqtiga kim qancha martaba bo'lgan. Nima uchun martabaga yetgan? Poklikdan yetgan. Luqmani halol yegan. Birovga azob bermagan, dili pok bo'lgan. Poklik bilan shu natijalarga Xudo